Assalomu alaykum hurmatli professor, o'qituvchilar hamda talabalar. Sizlarni barchangizni davlatimizning bosh qomusi, Konstitutsiyamizning 33 yillik bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Каждый человек обязан бережно и ответственно относиться к окружающей среде. O'zbekiston xalqi hangi uyurga sahib olursa olsun, O'zbekiston Cumhuriyatining vatandoshidir. Fuqarolar O'zbekiston xalqining tarixiy, madaniy, ma'naviy, ilmiy va tabiiy boyliklarini asrab-avaylashlari shart. Women and men have equal rights. The state ensures equal rights in society and in the management of state affairs. Har kimga ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi.